Bu yer oddiy hovli emas. Bu yerda tarix yashaydi. Sukutda hikmat bor. Ular mo'minlar onalari. Ularning hayoti sabr, poklik va mehr namunasi. Bu yerda ilm o'rganilgan, lekin kitoblardan emas, qalbdan. Har bir so'z tarbiya, har bir harakat ibodatga o'xshaydi. Oddiy bir choy quyish ham mehr bilan, oddiy bir gap ham qalbga yetib boradi. Ular baland ovoz bilan emas, odobi bilan o'rgatgan. Sokinlik zaiflik emas, bu ichki kuch. Qiyinchiliklar bo'lgan, ammo ular sabr qilgan. Har bir kun sinov, har bir sinov Allohga yaqinlik. Ular ko'p gapirmagan, lekin qalblari bilan so'zlagan. Bugun biz izlayotgan javoblar ular hayotida allaqachon bor edi. Mehr bilan berilgan ilm eng buyuk merosdir. Va bu meros hanuz yashamoqda. Haqiqiy kuch shovqinda emas, haqiqiy kuch sukutda. Va aynan shu sukut ichida eng katta haqiqat yashaydi.